Assalomu alaykum aziz obunachilarim va YouTube ahli. Bugun sizlar bilan Brawl Stars o'ynaymiz. Solo duo va squadni foydali taraflarini o'rgatib o'taman. Qanunda ketdik. Mana akkauntimga kirib oldik. Akkauntimga qaramaysizlar. Uncha yaqinda boshladim-da. Brawlni o'shanga uncha normal emas. Qani unda normal baytlardan boshlaymiz. Shelly bepul beradi va ana bu skinni ham bepul olishingiz mumkin. Instagram siz ozgina moneta bilan olasiz. Coltni olganim uchun Colt beradi. To'g'ri olasiz beradi. Men eng yoqtirgan bayastim bu menga yoqadi chunki uzoqdan ham zarba berish kuchli. Bir boshlarda birinchi olgan uchun, uchinchi olgan uchun bilgani uchun ko'tarib qo'yganman. Jessi bilan ham uncha o'ynamayman. Va ana bu Split bilan ko'proq o'ynayman. 9 bilgan o'sha urovni. Va eng yoqtirganim Marco Derli. Bunga bitta skin ham olganman, bepul bergan. Xo'p, yana shunaqalar Frank Bob yaxlardan. Ana birinchida turganni bu nima xaritalar, ya'ni kartalar. Bu birinchida turgan duo, solo duo va trio o'ynabiladi. Ikkinchida turgan nima gol, ya'ni ko'ptok bilan gol ursangiz, ikkita goldan keyin match tugab yutasiz. Keyin game grabga ham shunday 20 ta killdan keyin bo'ladi. Bu 5 ga 5 o'tishasiz. Hozir chizib ko'rsaman. Mana bunda olmos yig'asiz. Keyin bunga 5 ga 5 o'tishasiz. Bunda solo duo trio o'ynab bo'ladi. Bunda ko'ptok bilan o'ynaysiz. Bunda Heinzga xuddi o'yin bo'ladi bunga. Aynalar zonalar bilan. Bunga eng kuchli o'yin bo'ladi va oxirida turgan mana bu kick not, bu kick out. Bunga rangli o'yinlar bo'ladi. Bunda qani men birinchi bo'lib showdowni, shu birinchi kartani solo o'ynab ko'rsaman. Mana menga ham kirdim. Bu yerda odamlar ko'p ekan. Mana men yoqtiraman deganlar mana bunday bu uzoqdan ham o'tadi. Mana bunday. Yana oltidagina 3 ta yordamida o'ldiradi mana. Qaralar. 3 ta bilan o'ldiryapti. Yordam surib qo'ymaydi. Hozir qaytib boshlaymiz. Ko'rganlaringizdek, ana soloni uncha foydasi yo'q. Shuning uchun o'ynab ko'ramiz. Jiddiy. Mana boshlandi. Biz 2 kishimiz. Asl foydali taraflarni o'rgataman. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek 5 sekunddan keyin qayta tirilishingiz mumkin va o'lib qoldi. Bu agar o'zingiz o'lib qolmasa 15 sekunddan keyin qayta tirilishingiz mumkin edi. Ana endi trioda ham xuddi shunday 3 kishi 3 bo'ladi. Bittasi agar birontasi o'lib ketsa, u ikkitasi tirik qolgan bo'lsa, buni qutqarishi mumkin bo'ladi. Agar men bilan o'ynayotsalar, mana shu nickga, ya'ni IDga dursa tashinglar. Durdan qabul qilaman. Ana ikkita obunachimiz dursa tashlagan. Faqat lobbini o'zlari ochasizlar, chunki men hali lobbi ochishni bilmayman. Ana Alloh bergan degan obunachim va Daniel ismli obunachim dursa tashlagan va men bularni olib o'ynab ko'rganman. Videomiz shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, like, obuna bo'lib ketinglar. Bundan ham zo'r videolar chiqishni xohlasangiz kommentariyada plus qoldiringlar. Sizlar bilan YouTube Sony.